Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Men Elbek Nabiyev. Sizlarga bugun qanaqa YouTube kanalimizga to'g'ri video qo'yishni kompyuter orqali o'rgataman. 100% rekomendatsiyaga moslab qanaqa qaytaga e'tibor berish kerak, qanaqa video yuklash kerak o'zi, bularni hozir o'zimning yangi videomni qo'yib sizlarga ko'rsatib beraman. Do'stlar, sizlarga avval Telegram kanalimni tavsiya qilmoqchiman. Agar sizga Amerika YouTube'da o'rganish qiziq bo'lsa, umuman YouTube'da o'rganmoqchi bo'lsangiz, Elbek Nabiyev nomli Telegram kanalimga qo'shilib qo'ying. Telegramdan qidirsangiz ham bo'ladi va kommentariyaga va kanalimni profiliga ham qo'yib qo'yganman. Bu yerda men trend musiqalar tashlab boraman. Video montaj uchun bepul mana CapCut Pro'larni va montaj uchun hamma narsani tashlab boraman. Sun'iy intellektlar uchun prompt beraman, sun'iy intellektni o'rgataman. Nomer tasdiqlab berish xizmatimiz bor va ko'plab darslar bo'ladi. Har hafta jonli darslar bo'ladi va agar menga shogird bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube'da noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, Dahojon adminimizga yozib bemalol ma'lumot olsangiz bo'ladi. Demak, ketdik do'stlar. Birinchi o'rinda biz YouTube Studioga kiramiz. Kanalimiz ustiga bosib turib, bu yoqda mana YouTube Studio degan tugma bor. Shuni ustiga bir marta bosib yuborsak, shunaqa ochiladi. Masalan, bu o'zimning kanalim do'stlar. Bu yoqdan biz video yuklashimiz uchun yuqorida mana Create degan tugma bor. Men bu qimirlayotgan meshkamga qarab bilib olsanglar bo'ladi. Create ustiga bosamiz. Bizda shunaqa narsa chiqadi. Birinchisi Upload videosga bosamiz. Bu yoqdan Select Files bor, ya'ni faylni tanlash. Ustiga bosamizda o'sha bizni yuklamoqchi bo'lgan videomiz qaysi faylda bo'lsa, o'sha videoni tanlab olamiz. Mana men videoni tanlab OK ni bosdim. Mana videomiz ketyapti. Xo'p, bizda shunaqa narsa ochiladi do'stlar. Biz birinchi joyga videoni nomini yozishimiz kerak. Masalan, men nomni yozaman hozir. Masalan, YouTube 1 million prosmotr uchun qancha beradi? Men o'zimda videomda mavzusiga qarab qiziqarli nom qo'ydim. Siz ham bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Va pastga qarang. Bu yerda description bor. Menda tayyor yozilgan. Men o'zimda kanalim haqida va xizmatlarim haqida ma'lumot yozib qo'yganman. Siz ham bemalol Amerikan kanalingiz bo'lsa, amerikancha, inglizcha nomni yozishingiz kerak. O'zbek kanali bo'lsa, o'zbek tilida shu yoqqa taglar, Telegram kanalingizni va boshqa narsalar yozishingiz mumkin. Agar yozishni bilmasangiz, ChatGPTdan yozdirasiz. Pastroqqa o'tamiz. Thumbnail degan narsa bor. Biz bu yerdan preview, ya'ni YouTube'da mana bunaqa videomiz ustida turgan rasmni tanlaymiz. Upload faylni bosaman. Fayllarga olib kirib ketadi. O'sha tayyorlab olgan rasmimizni tanlashimiz kerak. Mana men tanlab oldim. Mana yuklandi. Mana hozir bundan avvalgi darslikda previewsi. Ideyani boshqa youtuberlardan olsangiz ham bo'ladi yoki o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi dizayner bilan. Xo'p do'stlar, pastga o'tamiz. Endi playlist bor, select. Playlistda tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Qanaqadir mavzuda yangi playlist yaratish uchun menga new playlistda bosib, bu new playlistda bosib yana bir marta yaratsangiz bo'ladi. YouTube sirlari degan playlistimni tanlab olib, donda bosaman. Endi bitta so'rayapti, seni videoing yosh bolalar uchunmi yoki kattalar uchunmi deyapti. Men yo'q, bu video kattalar uchun, ya'ni yosh bolalar uchun emas, tanlab qo'ydim. Sizda ham har doim ikkinchisida tursin. Bu show more'ni bosamiz, pastki sozlamalar ham chiqadi. Buni yoqib qo'yamiz, ya'ni videomizni bosida reklama chiqsinmi deyapti. Albatta chet tillar ko'rinadi va Amerikan kanalingiz bo'lsa ham buni yoqib qo'ying. Videongizni bosida 10 soniyalikmi reklama chiqsa, siz pul ishlaysiz ko'proq. Va bu yoqda o'zgartirilgan kontentmi, ya'ni sun'iy intellekt orqali birov videosini o'zgartirganmisan deyapti. Men nowni bosaman, siz ham nowni bosishingiz kerak, o'zingiz yasagan bo'lsangiz. Va pastga tegni yozib qo'yishimiz kerak. Misol uchun men o'zimning yo'nalishimga oid trenddagi teglarni yozib qo'yganman va hozir bu video uchun yana alohida yozib qo'yaman va enterda bosaman, saqlanadi. Agar siz telefonda bo'lsangiz ham hech narsa qilmaydi. Chrome orqali brauzerdan kompyuter versiya qilib xuddi shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Va bu yoqdan hech narsaga tegmaymiz. Bu yerda kategoriya bor. Siz kanalingizning yo'nalishiga qarab kategoriya tanlaysiz. Bundan avvalgi videoda kategoriyalar haqida tushuntirib berganman. Ko'rib oling. Komediya bor, education bor. Menda people blogs, ya'ni shaxsiy blogimlik uchun shuni tanlaganman. Gaming bo'lsa gaming, sport bo'lsa sport. Men o'zimning yo'nalishimni tanlaganman. Endi ikkinchisiga o'tamiz bu yoqdan. Videoni elementlari. Birinchisi shart emas bizga subtitle, ikkinchisiga bu yerdan bossak, addni bossak, bundan avvalgi videolarimizda videoni oxiriga tanlab qo'ysak bo'ladi. Masalan, men mana bu to'rttalikdan foydalanaman va bu yoqdan bosib turib, avvalgi videolarimni tanlayman. Ya'ni shu video tugashida keyingi videolarim chiqadi va
Keyingi videolarimda obunachilar ko'rib olishi mumkin bo'ladi. Tak, bunisini masalan, men save deb bosaman. Endi bu add deb metda bossak bo'ladi. Haligi videoni mana bu joyidan chiqib qoladi haligi videomiz. Masalan, men bu videoni tanlab qo'yadigan bo'lsam, mana shunaqa qora yozuv bilan chiqib qoladi. Qiziq bo'lsa, albatta kimdir ko'rishi mumkin. Lekin buni boshiga qo'ymang, videoni oxirigacha ko'rmay chiqib ketib qolishadi. Sal oxiriga qo'yib save deb bosamiz. Demak, tushundik. Buni o'zingiz qilib ko'rsangiz yaxshiroq tushunib olasiz. Chek mana. Bitta птичка turibdi, e'tibor bering. Videomizda hech qanaqa avtorskiy prava yo'q, hech qanaqa жалоба tushmagan, chunki musiqa va video o'zimga tegishli. Musiqa yo'q, ya'ni o'zim gapirganman. Endi 4-siga bosamiz. Agar bu yerda X tursa, ya'ni tutuq belgisi tursa, avtorskiy prava bo'ladi. Uni hal qilishni xohlasanglar, kommentariyada yozing. Avtorskiy pravani hal qilishni o'rgatayman. Va oxirgisi visibly. Agar bu yerdan privat qilsak, videomiz qo'yiladi, lekin hech kim ko'ra olmaydi. Faqat o'zimiz ko'ra olamiz. Agar unlistedni bossak, faqat link orqali ko'raladi, ya'ni linkda tashlab bersak. Publicda bosamiz, hamma uchun ochiq bo'lishi uchun. Agar biz vaqtli qilmoqchi bo'lsak, metda bosamiz. Biz yuklagan sanada va vaqtda, biz xohlagan vaqtda video yuklanadi. Men hozir ochmoqchiman videoni, shuning uchun public qilib, publishda bosaman. Internetingizni tezligi va faylni kattaligiga qarab video yuklanadi. Mana meni yangi videom chiqdi do'stlar. Yuklandi. Endi bemalol buni shundoq uzatishni bosib, linkini boshqalarga uzatsak bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Agar video qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Agarda yanada ko'proq narsani o'rganishni xohlasangiz, albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Savollarga albatta javob beramiz va har hafta jonli darslar qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.